Assalomu alaykum, Milliy yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumaniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa, xuddi shu sizlar ko'rib turgan xonadonda qishga issiq bo'lish uchun navbatdagi isitish sistemasini o'rnatib bergani. Bitta mashinamizda instrument yo'llar bilan ustalar birgalikda yana bitta mashinamizni tushirib berdik. Ikkita laboda, bitta yengil mashinada ustalarimizdan birgalikda yuklarimizni hamma yo'g'imizni olib kelib, xonadonga 100% isitish sistemasini qilib xonadon egalariga isitib, xudo xolasa topshiramiz. Kanalda mehmonlar podpisa tugmachasini bosib, videomizga bitta like bosib qo'yamiz. Videoni kuzatib tursalar, xonadonga qana ish ketyapti, ish jarayonlarini to'liq sizlarga kat yo'l o'rnatish jarayoni, radiator turbalar tortilishi, har bitta video lavhalardan video qilib qo'yib boramiz. Xudo xolasa, bugun mana 2-yanvar kuni boshladi ishni. Sizlarga bugun tugatamizmi, ertaga tugatamizmi? Xudo xolasa oxirigacha harakat qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoga bitta like bosib, videoni kuzatishda davom etamiz. Xonadonga jami 18 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan olib kelingan hamda o'zimiz avtomashinamizda 25 kilovatlik katyol, xudo xolasa 5 dona senimchi dimoxodlari bilan. Dimoxodimiz nechta ketsa, xudo xolasa o'shalarni qo'yib beramiz. Dimoxodimiz 150 lik razmerda, utuplonniy, ichi ham tashi ham nержавейка, ikkisini o'rtasi utuplik qilingan, kamsab bermaydi. Xudo xolasa mana 25 kilovatli nijniy garena pastdan yonuvchi katyolimizni olib keldik. Instrumentlar bilan birga katyolimiz xonadonning orqa tarafiga katyolni xona qilib kelajakda qurishar ekan, xonadon egalari asherga joylab o'rnatib beramiz. Mana xuddi shu yerga katyolimizga joy tayyorlashib beribdi. Asherni keyinchalik shuni naves qilib o'rab olishar ekan. Mana shu xonadonni polni oxirigacha G shaklida hammasini isitish tizimini qilib bitkazib beramiz. Videoga bitta like bosib, videoni kuzatishda davom etamiz. Mana xudo xolasa ishni boshlab, radiatorlar joy-joyiga qatirib, mahkamlab o'rnatish jarayonlariga keldik. Mana keyingi xonalarimizni xudo xolasa radiatorlarni ilib, turba tortilish joylari jarayoniga tayyor holatda. Birinchi radiatorlarni o'rnatib olamiz. Haligi ustakalarimiz kommentariyada yozishyapti. Bir qator montaj jarayonlarini to'liq ko'rsating deb, xudo xolasa mana bitta like bosib tursalar, chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ana radiatorlarni ilib, juda ham chiroyli qilib birinchi radiatordan boshlanadi. Nolni chiqarib olib, hamma yo'qni chiqarib olgandan keyin radiatorlar joy-joyiga o'rnatib, shundan keyin turba tortilish bo'ladi. Videoni kuzatib tursalar, turba tortilish jarayonlarini ham sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana keyingi xonalarimizni o'sha ustakalarimiz radiatorlarni to'g'irlab, turbalarda tortilish holatlarini boshlashni mana lazerga qo'yib olib, ko'rayotgan bo'lsalar, juda ham chiroyli qilib ishlarni bajarishyapti. Ko'rayotgan bo'lsalar, bu turba razmerdan boshqa umuman ortiqcha yirtilmagan ham, boshqa ham bo'lmagan. Juda ham chiroyli qilib bir xilda teshib olingan. Har bitta radiatorlarimizga отдельный mehr berib, asosiy ustakalarimiz juda ham chiroyli qilib ishni olib boryapti. Videoni kuzatib tursalar, mana to'liq bitgan holatlarni ham, montaj jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana keyingi xonalar, bular xudo xolasa padachilar tayyor. Klipsalar qatirilib, obratkalarga berilsa bo'ldi. Videoga bitta like bosib, shu videoni kuzatib turinglar. Xudo xolasa sizlarga montaj jarayonlarini to'liq ko'rsatib o'tamiz. Xonamiz mana xudo xolasa ishlarni yakunlab, ponna hamma joylarda chiroyli qilib padachilarni chiqarib bo'lishdi. Mana keyingi xonalarni sizlarga qator ko'rsatib o'tamiz. Mana keyingi xonalarimiz ham xuddi shunaqa qilib, chiroyli qilib padachilarni chiqarib, tayyorlab, xolasa obratkaga tayyor holatga chiqarilyapti. Endi bularda hozir klipsalari qoldi, klipsalar qo'yib qatirishadi. Mana keyingi xonalarimizni akalarimiz bu yerda o'zlari ochiq ayvon ekan, yopib, devorlarni urib, bag'da dushovый kabina, o'tiradigan joy qilinyapti. Ikkita issiqroq bo'lsin deyishdi. Xonadon egalari o'zlari uchun maxsus qarilikka joy qilib tayyorlashyapti. Juda ham chiroyli qilib, mana ikkita panelli radiatorimiz ustonovka qilindi. Hozir padachi obratga turbalarni chiqarib o'tkaziladi. Endi mana keyingi xonamiz bu ham mehmonxona ekan. 2 metrlik 50 santimetrga 2 metrlik panelli radiatordan 2 dona ustonovka qildik. Donorali 1 minut. 2 dona ustonovka qilib berdik. Hozir mana padachiga ustakalarimiz teshish harakatida teshib, juda ham chiroyli qilib ishlarni bitkazib berilyapti. Videoni kuzatib tursalar, katyol xonamizga borayotgan jarayonlarda, katyolimiz o'rnayotgan jarayonlarni, turbalarni, obratkalari mana shu xonadonga полностью qanaqa xizmat bo'layotgan bo'lsa, xizmatlarni video davomida sizlarga ko'rsatib o'tamiz.
Mana ko'rib turganlaringdek, o'zlarimiz bilan santexnika sohasiga oid turbami, izolyatsiyami, radiatormi, katyolmi, nimaiki mahsulot ketgan bo'lsa, hammasini o'zimiz bilan olib kelib, isitish tizimini bitkazib beryapmiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga bir qator hammasini to'liq ko'rsatib o'tamiz. Mana ustakalarimiz keyingi radiatorlarni ham podachilarni tomga chiqarib, tomda tayyorlab olishdi. Bu xonalarda ham xuddi shunday qilib, juda ham chiroyli qilib podachilarni tarab tepaga chiqarib, o'sha tepaga podachini to'qishyapti. Obratkaga joyida yo'nalish qilib, o'g'lasa bugun teshiladigan joylarni tayyorlab qo'yildi. Endi ko'rib turganlaringdek, kunimiz ham kechikib qoldi. Mana qorong'i tushib qoldi. Xudo xolasa erta tongdan yana video olishni boshlaymiz. Bugun mana bir kun o'sha ketdi. Katyol Qo'bor Ustonovga qo'ralmadik, to'liq montajni qila olmadik. Hozir radiatorlarimizni tomgacha olib chiqib, hammasini podachiga tayyorladik hamda obratkalarini teshib qo'yildi. Hali obratkalar to'qilgani yo'q. Videoni kuzatib tursangiz, xudo xolasa erta tongdan ertalab sveji kallaga deydi-yu, hammasini juda ham chiroyli qilib obratkalarda to'qilishlarini hammasini video davomida ko'rsatib o'tamiz. Kun kechikib qoldi. Ertadan boshlaymiz. Videoni kuzatib turasiz. Videoni kuzatib tursangiz, video davomida har bitta qilinayotgan jarayonlarni, katyol obori o'rnatilgan joyini hamda katyolni uстановка bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Videoga bitta like bosib, videoni kuzatishda davom etamiz. Hamda bu videoni maksimal darajada ko'milga yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Mana shu xonadonni ko'rib turganlaringiz juda ham katta obyekt bo'lyapti. 18 dona har xil razmerdagi panelli radiatorlar uстановка bo'lyapti. Ochiq sistema, samotok sistema bo'lyapti. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya. Mana dorixonaning oldidan xuddi shunday mana shu oxirigacha qilyapmiz. Ichkari uylar, oldi teraskalar, mehmonxona, yotoqxona, hammom hammasi ichida ekan. Hamda ochiq ayvonni o'zlari yashash uchun uy qilib olyapti. Shu yerda o'tirilar ekan. Bu xonaga mehmonxona tomonidan kirib ketish, tag'agi dushovoy qilib, joylar qilib o'zlari uchun sharoit qilishyapti. Videoni kuzatib turamiz. Xudo xolasa erta tongdan qolgan ishlarni jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bugun kunda ikkinchi boshlanishi 3-yanvar kuni ikkinchi kuniga o'tdik. Ustolarimiz ishlarni boshlashdi. Endi radiatorimizdagi kamchiliklar, sistemamizdagi podachilar bitdi. Podachilarda tevalarini to'qishib, endi obratkalarga o'tish boshlandi. Xolasa mana obratkalar teshilish jarayoni boshlandi. Obratkalarda teshib, juda ham chiroyli qilib hammasini ishni boshlab oldik. Mana keyingi xonalarimizni ham ustakalarimiz o'sha ishni boshlab, xolasa bugun obratkalar to'qib, tepa podachilarni to'qib, katyolimizni uстановка qilib, yoqib, xonadon egalariga 100% kafolatli qilib topshirib berib ketamiz. Videoni kuzatib tursalaring, sizlarga oxirigacha podachilarda teshib tushirilgan joylarini hamma sistemalarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Videoga like bosib, videoni kuzatishda davom etamiz. Xonadonimiz polni isitish sistemasi bo'lyapti. Xonadonimizga qanaqa yana kamchiliklar bo'lsa, yana bitta avtomashinamizda kamchiliklar, turbalarda yetmay qolgan narsalarni olib keldik. Xolasa mana ko'rib turganlaringdek, tomda har bitta xonadan bittadan dimoxod chiqqan ekan. Xonadon egalari shuncha объемda isitishga qiynalib, mehmonxonasiga отдельный, bolalar uyiga, detskiy hammasiga отдельный qilib pechka qurishdan zerikib, isitish tizimini отоплениyaga o'tkazib beringlar deb chaqirishdi. O'shanga biz onda hamma uyda dedi, mana xonadon egalari 100% hamma uyda isitishga o'tkazyapti. Hammasini issiq bo'lib tursin. Bitta joydan yoqaylik, hammasi issisin dedi. O'shanga qarab kvadratiga muvofiq xonadonga isitish tizimini o'rnatyapmiz. Bu xonadonga 25 kilovatli nijniy garena pastdan yonuvchi katyolimizni qo'yilyapti. Xuddi shu yerga mana shu shotin o'rniga joylab ustakalarimiz podachi obratkalar chiqarsa, mana shu yerga o'rnatamiz. Oldin xonadonlarda hammomni ichiga отдельный xuddi shunaqa pechka qilib tayyorlangan ekan. Hammom uchun отдельный hamma xonaga bittadan qilib qilingan ekan. Hozir ularni chiqarib tashlab, ponni 25 kilovatli nijniy garena pastdan yonuvchi katyolimizga o'tkazyapmiz. Bu pastdan yonuvchi katyolimiz pastiga mana shu ko'rayotgan joylarga o'tinni yoqib, qattiq o'tinlarni cho'q qilib, ustiga ko'mirni to'ldirib qo'yasizlar. 10 soatdan 1 sutkagacha yonib beradi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Bu eshigi esa ko'mirni zapravka qilish uchun. Eshiklarni ko'rayotganlaringda mana eshiklari o'zini maxsus qoplamalar bilan qoplangan. Juda ham chiroyli qilib, tutun, cho'q, po'q hech narsa chiqmaydi. Akkuratniy ravishda ishlaydi.
bu kotelimiz utuplonniy bo'ladi. Bu kotelimiz 3 yil lista bo'lgani 10.300.000 so'm bo'ldi. Hamda o'zini xuddi shunaqa richaylari bor mana. Hozir ichida komplektlari bor, richay ishlamay qoldi. Shuna kotelimiz yonmay qolsa, o'zini titgani shunaqa richaylari bor. Mana ichini ochdik. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana xuddi shunaqa o'zini titgani maxsus shunaqa richaylari bor. Yonmay qolsa, ashini ko'mirda titib beradi. Juda ham chiroyli bo'lib ishlayveradi. Hamda bu kulini olish uchun o'zini eshigi bor. Xuddi shu yerdan oshiqcha kunlarini olib tashlaveradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib turamiz. Videoni kuzatib tursalar, kotelni o'rnagan joylarni hamma yo'g'ini 100% sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana ustakalarimiz obratkaga kelishdi. Obratkani nolasa juda ham chiroyli qilib, akkuratniy qilib, plunus chekkasidan chiroyli qilib olib borishyapti. Hali klip surilish jarayoniga yetib kelgani yo'q. Bu yerda ham sistemasiga ish ketyapti, ham devor urilyapti, ham elektrikalar mashta ishni davom etkirishyapti. Mana keyingi xonalarimizda obratkalarni klipsalar bilan mana davom ettirib, juda ham chiroyli qilib ishlarni polni plunus chekkasidan akkuratniy qilib uklon berib, o'zini me'yorida mana ko'rayotganlaringiz chiroyli qilib ishlarni yakunlayapmiz. Keyingi xonalarda sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz. Mana keyingi xonamizga kirdik. Mana bu tomonni ham juda ham chiroyli qilib ustakalarimiz hali klipsaga urilgani yo'q, klipsaga yetib kelingani yo'q. Obratgani ko'rayotganlaringiz sifatli qilib ishlarni olib bitkizib berilyapti. Xudo xolasa bugun yakunlab kotelimizni yoqib sizlarga yoqilish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganlaringiz juda ham chiroyli qilib imkon boricha obratkalarni sifatli darajada qilib klipsalar urib, cho'tki qilib, hech qanday remontini buzmagan holda oshiqcha qilib bitkizib beryapti. Xonadonlarga ko'p shikast yetkazmasdan, xonadonlar uylariga ancha mehnat qilgan. Mana shu yerda ham obratkalarni yakunlashtirib, bu tarafga hammasini bitta liniyadan tortib ketilyapti. Xonadonimizga jami 18 dona har xil razmerdagi panel radiatorlarimizdan ustunovka qilindi. Juda ham katta obyekt bo'lyapti. Ko'rayotganlaringiz, mana sistemamiz Samatok sistema. Mana shu chekkadan obratkani sentralniy liniya qilib oldik. Yuri chekkasidan hamma radiatorimizni obratkalari o'sha tomonga borib qo'shilyapti. Hammasiniki devorlar orqa tarafiga. Bitta liniya qilib olindi. Hozir sizlarga bir qator oldidan ko'rsataman. Ana oldidan ham terasga bo'ladigan bo'lsa, misol uyda xuddi shu yerdan boshlab turib obratkani devor tomonidan orqa tarafga olib oldik hammasini. Bir xilda qilib, orqa tomondan uzun bo'lib kotelxonaga chiqib ketyapti. Polda tagidan olib o'tamiz deyiladi. Polda tagidan bu tomonlar chuqur ekan, bu tomonlar to'ldirib yuborilgan ekan. Umuman pol tagida xot yo'q ekan. Polda tepasidan uklon bilan ash tomondan uklon bilan bu tarafga qarab juda ham chiroyli qilib uklon berib, o'zini me'yorida ustagalarimiz ishni bitkizib ketilyapti. Mana hozir bu xonaga chiqildi. Obratkasi mana kelib xuddi shu yerda to'xtadi. Obratkalarni hammasini birlashtirib oxirigacha ko'rsatamiz. Videoni kuzatib tursalar, xudo xolasa obratkalarni chiqarib, kotelxonamizga olib chiqib, hamma videoda to'liq ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomonlarga ustagalar endi chiqib ishni boshlashyapti. Videoga tinmasdan like bossa, xudo xolasa ko'pchiligiga foydamiz esa, biz ham xursand bo'lib qolardik. Sizlarning like'laringizdan pul olmaydi. Ashi bahona u like bosganlaringga sizlarda tanishlar orqali bu video ko'rinishi mumkin. Shu ko'pchiligiga foydamiz esa xursand bo'lamiz. Shunaqa isitish sistemasini misol usta chaqirmasdan o'zim qilaman deganlarni ham yo xonadoniga bitta o'rgatilgan holat bo'lib qolyapti. Mana shuni qo'lingizdan keladigan bo'lsa, mabodo xuddi shunaqa qilib sistema qilib qilib olinaveradi. Videoni kuzatib turamiz. Videoni kuzatib tursalar, oxirigacha sizlar bilan hamma holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Xolasa mana kech o'tib qoldi. Kotelimiz o'z joyini topib, joyiga yetib keldi. Kotelimiz o'rnatdik kotelni hamda 4 dona dimoxodni ham qo'shib billa o'rnatdik. Hozir sizlarga bir qator kotelimizdan kelayotganlar, ketayotganlarning montaj jarayonini ko'rsatib, to'liq montaj qilingan holatda ko'rsatib, video davomida qo'yib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Obratkalarda ozgina ishlari qoldi. Bitgan yo'q. Asha obratkalar bitsa, to'liq sizlarga 100% ko'rsatib, obratkalar xuddi shu yerga chiqqanini, podachada yetib kelganini ko'rsatib, video qilib, kotelimiz ustanavka jarayonlarini bitgan holatini to'liq ko'rsatib, kotelni yoqib sizlarga ko'rsatib beramiz.
videoni kuzatishda davom etamiz. Ustakalarimiz xudo xolasa ishimiz 100% yakunlandi. Mana obratkalarimiz hozir klipsalarni urib qatirashyapti. 100% mana oxirigacha hamma xonasi tugadi. Mana ofshi. Xudo xolasa suv to'ldirishga harakatdamiz. Hozir suv aytildi. Bu yerda suvni laboda olib kelinlar ekan avtomashinada. O'shanda suv to'ldirish uchun hozir suv chaqirtirib qo'ydik. O'shandan sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Ungacha 100% hammasini mana turbalarni klipsaga urib, juda ham chiroyli qilib o'rnatildi. Oxirida ozgina ishlar qoldi. Ko'rsatib o'tyapmiz ana sizlarga. Bu xonalar ham bo'lgan, hali video boshida ko'rsatib o'tdik. Keyingi xonalarni ko'rsatib chiqaramiz. Mana teraskamiz. Mana klipsalar qatirib, obratkalarimiz juda ham chiroyli qilib polni ustidan klipsaga mahkamlab o'rnatib berdik. Mana bu tomonlarni ham klipsani qatirib, mahkamlab, hammasini sentralni olib chiqib ketdik. Ko'rayotgan bo'lsangiz ham sifatiga bitta e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli qilib santexnik brigadamiz sifatli qilib, juda ham chiroyli ishlarni qilib bajarib beryapti. Sizni xonadoningiz aboy bo'ladimi? Abdelkasi qanaqa remont bo'lgan bo'lsa, Euro remont juda ham chiroyli qilib, xuddi shunga talabga javob beradigan qilib ishlatib beramiz. Mana keyingi xonamiz ham bo'lsa mana juda ham chiroyli qilib obratkalarni teshib olib chiqib ketishyapti. Biz yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun shunaqa 20 xildan ortiq ko'mirli kotellar o'rnatish, shunaqa sifatli santexnik ishlarni qilib, bitkizib, chiroyli qilib, xonadon egalariga isitish tizimini 100% kafolatli qilib topshirish. Mana hammomlarga, razvalkalariga bitta radiator qo'yildi hamda ichkari yuvinish xonasiga bitta radiator qo'yildi. To'polga, kollektorga kranni ham qo'yib chiqarib ketdik. To'pol qilishar ekan, obratkalarni ko'ylab, shu yerning katalxonaga chiqarib oldik. Bekor chiqib oldi. Kat yo'limizni mana 100% xudo xolasa montaj jarayoni bitdi. Montaj qilib oldik. Tomlarni hamma yoqda qilib, dimoxodlarimizni o'rnatib, podacha obratkalar ulab, hozir yig'ishtirilayotgan instrumentlar. Telefon spичкасы, zaryadka. Mana ko'rib turganlaringiz sirkulyatsiya nasos 32 ga 6 bitta. Buni 100% izolyatsiyalarga tiqib, hammasini juda ham chiroyli qilib bitkizib berdik. Kat yo'limiz Nijniy Garena pastdan yonuvchi kat yo'l turiga kiradi. 25 kilovatlik bu kat yo'limiz narxi 3 lista bo'lgani ochiq sistemalar uchun 10.300.000 so'm. Bez apshibga holati 9.300.000 so'm. Hozir sizlarga sistemamizni suvga to'ldirib, bir qator yonish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Xolasa mana sistemamizni to'liq suvga to'ldirib 100% ishga qo'yib, kat yo'limiz to'liq montaj bo'ldi. Mana ishga qo'ydik. Kat yo'limizni tagiga ozgina o'tin solib, quruq o'tinlardan cho'qqib olyapmiz. Birinchi buni tagiga xuddi shu yerdagidan tepasidan solasiz. Tagiga mayda o'tinchalardan solib turib, cho'qqiladigan o'tinlar solib, qattiq jismlarni zo'r cho'g'ib olgandan keyin xuddi shunaqa ko'mirlarni mayda areshkami, qanaqa bo'lsa, ko'mirni to'ldirib bosib qo'yasiz. Mana kat yo'limiz podachisidan 60 gradus xonadonga o'zi chiqib ketyapti. Mana kat yo'limiz hozir 60 ga chiqib o'shdi, dam olyapti. O'zini original 130 vatli ventilyatori bor hamda o'zini pogrushniy termostati bor. Mana shu termostatdan aqlli 50 gradusga qo'ysangiz 50 da yonadi, 60 ga qo'ysangiz 60 da yonadi. Juda ham chiroyli bo'lib ishlayveradi. Hech qaysi eshigidan tutun cho'q-poq hech narsa chiqmaydi. Hamda kat yo'limizni o'zini richagi bor, xuddi shunaqa. Hozir mana xuddi shunaqa kat yo'limiz yaxshi yonmay qolsa, pechkani tagini sim bilan ko'ylaganda xuddi shu richagni qimillatib, aqa-baqa qilib tozalash mumkin. Hamda teplanmenida o'zini teplanmeni bor, shu teplanmeni tozalash uchun achiskaga eshik qo'yilgan. Xuddi shu eshikdan pul musur-pusurlanib tashlaverasiz. Hamda bu nerjaveka sandvichli dimoxodni tozalash uchun bunga ham xod qo'yib ketilgan. Mana xuddi shu 8 kulishda bo'shatib, tayda nimasini ostidan yuk bo'ladi. Xuddi shu yerdan oshiq qurum-purumlar tushib ketadi. Sizlar bilan endi bir qator xonadon ishkallardagi radiatorlarni tekshirib chiqamiz. Mana xonalarni tekshirishga kirdik. Mana kat yo'limiz radiatorlardan 60 gradus. Mana kat yo'limizda ham 60 podacha chiqyapti. Hamda radiatorlarda ham 60 gradus chiqyapti. Mana buni 165. 5 aqa-baqa plus minus televizorimiz almashiga bo'lsa mana keyingi radiatorlarimiz mana 59
juda ham chiroyli bo'lishlaydi. Xonadonimizga yana bir qator aytib o'taman, 18 dona har xil razmerdagi xuddi shunaqa panelli radiatorlardan uстановка qilingan. Juda ham katta obyekt bo'ldi. Uzundan uzun, eng katta obyektni mana ko'rayotganlaringdek mana 63 gradus. Har bitta radiatorda bittadan tekshirib chiqib beramiz. 61 gradus. Juda ham chiroyli bo'lib, sifatli bo'lib ishlab beryapti sistemalarimiz. Keyingi xonalarga kiramiz. Mana ko'rayotganlaringdek, bugun kunda ikkinchi kuni, xudo xolasa 2 kun qattiq urinildi. Bizni santexnik brigadamiz mana shu katta obyektni bitkizgani. Ikkinchi kun xudo xolasa kechga mana bitkizib xonadonda egalariga topshiryapmiz. 62 gradus mana. Televizorimiz jicha aqabaqa bo'lib qolyapti. Mana 55 deyapti, 62 mana. Bitta o'lchov olsa tashqariga kirsa bir miyasi aynib qolyaptimi bilmayman. Shu tariq o'zgarib qolyapti televizor. 61 gradus. 65 to'shni aytmay qolyapti bir xil paytda. Xudo xolasa sistemamizni 100% topshiryapmiz. Hech qayerdan suv qo'ygan, netgan joylar bo'lmadi. Juda ham chiroyli qilib santexnik brigadamiz ishni olib boryapti. Bitkizib mana ko'rganlaringdek keyingi xonamizni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana xonaning mehmonxonalariga kiryapmiz. 61 gradus. Ekranda ko'rganlaringdek 60 gradus. Sistemamizning eng oxirgi tochkalarini ko'rayotganlaringda mana videoda eng oxirgi uzun tochkalardan biri. Bu radiatorda bitta tekshirdik, qiz ekanini bilib turib o'chirib qo'ydik. Hozir bu radiatorda mana necha gradus borligini bilib o'tamiz. 58 gradus uni. Hozir o'chirib qo'ydik buni. Nimaiki tashqarida turganligi uchun ko'mir batarya bo'lmasin xonadon ichkarilariga. Mana bunda 53 gradus qoldi. O'chirib kranlarni bekitib qo'ydik, ya'ni tashqarida ochiqligi uchun batarya bo'lmasin deb mana bularda shuni bekitib nima qilib qo'ydik. Mana bu radiatorimizni bitta tekshirib o'tib ketamiz. Ya'ni 56 gradus turibdi, 57 gradus. Mana ko'rganlaringdek xonadonda eng oxirgi uzun tochkalardan biri. 18 ta radiator aytganimdek, Moskvada ona uyda turgan oilaviy o'tirishibdi. Endi uyga kirib ko'rsataman. Xudo xolasa uy ham juda ham chiroyli bo'lib ishlab beradi. Mana ochiqdaligi uchun radiatorni bekitdik. Oxirgi tochkalarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib, ishlarimiz bitib, har bitta radiatorimiz ishlab berdi. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga xonadonimizga qancha summa ketganini video oxirida aytib o'tamiz. Xudo xolasa videoni kuzatishda davom etamiz. Hamda bu xonadonga nimaiki ketgan bo'lsa, o'sha turba, izolyatsiya, usta haqqi, katyol, dimoxod, xonadonga santexnik ishlari bo'yicha isitish sistemasiga nima sarf xarajat bo'lgan bo'lsa, hammasini hisob-kitobda aytib o'tamiz. Videoni kuzatib turamiz, xudo xolasa hammasini aytib o'tamiz. Xuddi shu xonadonimizga, sizlar ko'rib turgan xonadonimizga Andijon viloyati Asaka tumanida bo'ldi. Bizning ishimiz xudo xolasa 51 million so'm ketdi, toza. Katyol, dimoxod, usta haqqi, turba, izolyatsiya, hamma yo'q ortgan materiallar hammasi yuklab ketildi. O'zimiz avtomashinamiz yuklanyapti. Hozir mana bular qoldi. Xonadon egalari o'zim hammom qilaman, xuddi shu yerga dedi, ashunga puliga sotib oldi. O'shanga tashab ketilyapti hamda qolgan fiting, izolyatsiyalar mashinaga yuklandi. Ortildi mana, ortgan narsalarni hamda xonadonga to'shni chistisi 51 million so'm ketdi. 51 million so'm. 51 million so'm bilan 18 dona radiator hamda uni ichiga kiradigan radiator, turba, izolyatsiya, krannik, santexnik xizmati, katyol, dimoxod hammasi o'sha ashini ichida. 51 million so'm shuni xonadonga sanab berdi. Ortgan narsalarni qaytarib olib ketyapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosamiz. Shu videoni maksimal darajada shunaqa ko'mirli katta yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Hamda shu video sizlarning xonadonlarga shunaqa proyektga tushgan bo'lsa, bitta hisoblarni chiqarib olasizlar. Xudo xolasa sizlarning xonadonlar shunaqa chiroyli qilib xizmatlarni bitkizib beradi. Videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada shu ko'mirli katta yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun ko'mirli katyollar ustanovka qilib berish. Xudo xolasa bizda 20 xildan ortiq ko'mirli katyollarimiz bor. Mana katyolimiz bir aylanib kelgunimizcha 65 gradusga chiqdi. Videoga yana bir bor like bosib, yurakchani qizartirib, xudo xolasa maksimal darajada shu videoni shik-shik katib ko'mirli katta yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.